Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun yana fanga. Bugungi videomizda sizlarga top 5 ta shader modlarni ko'rsataman. Juda ham zo'r bo'ladi. Juda ham chiroyli shader modlarni sizlarga yig'ib qo'ydim. 5 ta top 5 talik 5 dan boshlab birgacha toplar hammasini ko'rsatib chiqaman. Bo'lmasam qani ketdik. Xo'p, bu birinchi modimiz. Bu birinchi modimiz nomi Blaze Chocopik Shaders nomi shunaqa. 5-o'rinda bu. Hop, shader mana bunaqa ko'rinadi. Bu ham sredniy kompyuterlarga даже slabiylar ham ko'taradi buni bemalol. Hop, mana bunaqa ko'rinadi. Suv mana. Premier ko'rsataman sizlarga. Hop, mana. Suv mana bunaqa ko'rinadi mana. Juda chiroyli ko'rinadi. Suv mana. Atak. Mazaqsi. Voy, bosilib ketdi. Hop. Lava qanaqa ko'rinadi? Sela lava mana bunaqa ko'rinadi. Hozir ko'rsataman premier qilib. Mana. Mana lava mana ko'rinadi. Lava oddiy bunaqa javajniy narsa emas. Hop, olov mana bunaqa yonadi. Olov bunaqa ko'rinmaydi. Mana shunaqa tak. Endi kechpayt qilamiz. Time set NGHTX. Kechasi mana qoladi. Polniy kechasi qilaman. Mana kechasi mana bunaqa ko'rinadi. Вообще chiroyli, вообще easy ko'rinadi. Mana qo'lingizda bunaqa bo'ladi. Mana bundoq qo'yib ketsangiz mana. Kechasi mana shunaqa ko'rinadi. Atak lekin chiroyli ko'rinadi kechasi ham mana. Yon atroflarga yana mana. Hop. Endi portalga kirib ko'rsataman sizlarga. Mana. Hop, birinchi portalga kirib ko'ramiz. Mana bu yerda mana bunaqa ko'rinadi. Вообще mana dahshat mana bunaqa ko'rinadi. Вообще zo'r ko'rinadi. Atak mazaq o'ynasanglar bo'ladi bunda ham. Mana. Dahshat ko'rinadi lekin atmosferali. Hop, endi Dragon anaqasiga kirib ko'ramiz. Bu yerdan ko'rsanglar. Bu yerda lekin вообще easy ko'rinadi. Bu yerda вообще mazaq o'ynaysiz mana. O'zingiz baho bersanglar bo'ladi. Juda dahshat qanaqa bulutlar. Hozir oldiga borib ko'rsataman. Mana qanaqa bulutlar bor, dahshat, вообще dahshat. Shader просто dahshat yasalgan mana. O'zingiz ko'rsanglar bo'ladi. Easy yasalgan, easy. Atak mazaq o'ynasa bo'ladi. Keyingi shaderimizga o'tamiz. Bu ikkinchi shaderimiz, bu Complementar Remake. Короче, tushundinglar bu qanaqaligini. Mana bu shaderimiz mana bunaqa ko'rinadi. Atak bu ham zo'r shader, вообще chiroyli imba shader. Tak hozir suv qanaqa ko'rinadi? Suv butun. Mana suv ham bunaqa ko'rinadi. Atak bu ham chiroyli, pusso, ya'ni prozrachniga o'xshagan. Atak zo'r ko'rinadi. Lava bu ham chiroyli ko'rinadi mana. Atak lavaga ham gap yo'q. Mana. Kechasi mana atrof ham bunaqa ko'rinadi mana. Dahshat mazaq o'ynaysizlar. Hop, kechpayt qilamiz buni. Kechpayt prosi zo'r. Atak dahshat ko'rinadi. Shu shader o'zi yonishi kerak. Yo'q, ikkinchisi bor buni. Shader ikkinchisi bor. Shu shader nomini bersa ikkinchisi chiqadi. Amir yonadi amir. Albatta blok yonadi. Hop, endi portalga kirib ko'ramiz. Mana portal bilan ko'rinadi. Prosi dahshat. Ichkari mana bunaqa ko'rinadi, ichkari. Bu sochniy routi. Bu вообще мощный ko'rinadi. Вообще sap-sariq ko'rinadi. Mana atak mazaq o'ynasanglar bo'ladi. Prosi dahshat. Endi Dragon portalga kirib ko'ramiz. Mana bunaqa ko'rinadi o'z portalini. Bu yerda dahshat вообще. Mana bu yerda portal mana bunaqa ko'rinadi. Bu ham normal, chiroyli atak. Boyagilarga qaraganda endi mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, qanaqa отражение bo'layotganini. Atak bu ham chiroyli mana. Ko'rsanglar bo'ladi.
maza qilib o'ynaysizlar. Ham bu slabiga, ham sredniy, ham mощныйga o'y. Любойga zo'r tushiradi atak. Bo'lmasam biz 3-sherdimizga o'tamiz. Hop, bizning 3-shedirimiz bu Fortnite degan, mana bunaqa. Короче, bu ham вообще maza qilib o'ynaysizlar, o'sha atmosferali, вообще maza qilib o'ynaysizlar. Hozir boraylik joyimizga mana. Mana ko'rsanglar, mana lava qanaqa bo'ladi mana. Mana lava bunaqa suv ko'rsataman sizlarga, suv mana. Suv bu tomon bunaqa bo'ladi mana. Даже отраженияsi ham tushadi, yaxshilab qarasanglar mana. Atak zo'r вообще imba qurilgan, imba yasalgan shader. Ko'pchilik juda populyarniy shader bu ham. Atak zo'r, bulutlar такой необычный qilingan. Mana bunga e'tibor beramiz, portalga e'tibor beramiz. Portal dahshatdan portal. Mana portal ichida bu yerda почти обычный, lekin atak bu ham butdan zo'r ko'rinadi. Atak zo'r ko'rinadi lekin. Mana kechasi mana bunaqa bo'ladi. Oy, uzr. Mana shoxray такой яркий. Bitta narsani unutibman, kechpayt qilib ko'rsataman hozir. Kechpayt mana bunaqa ko'rinadi. Bulutlar ko'p, juda ko'p bulutlar. Atak mana chiroyli mana bunaqa yonadi, dahshat. Atak dahshat zo'r. Lekin ertalab вообще maza. Endi drakon portalga kirib ko'rishgan. Lekin bu вообще imba. Yaxshilab qarasanglar, quyosh qarayli turishini, quyosh. Dash bu quyosh emas bu. Ha, quyosh. Dash quyosh anu. Agar kim anaqa qiziqadigan bo'lsa, kosmosga qiziqadigan bo'lsa, koinotga qiziqadigan bo'lsa, biladi buni, nimaligini. Komment yozsanglar bo'ladi nimaligini bilib. Mana bu tomashna ko'rinadi. Atak bu вообще dahshat. Yaxshilab qarasanglar, отраженияsi qaranglar, отражение tushyapti, yaxshilab qaranglar. Отражение tushyapti даже. Вообще easy, вообще kayf. Ko'rgan bo'lsanglar, shunaqa eng zo'r bu ham, даже slabiylagan bemalol. Mana menda, hop. Menda 80-90 почти 100 FPS ko'rsatyapti. Maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Bo'lmasa biz 4-shaderimizga ketdik. Hop, bu endi 4-shaderimiz. 4-shaderimiz Solar Shader degani. Mana Solar Shader mana ko'rinadi. Atak вообще bu ham zo'r. Yaxshilab qarasanglar. Даже bulutlar butda boshqacha. Bulut boshqacha. Suvi qaranglar, bu suv ham boshqacha o'tdi. Почти hammasiga o'xshagan, lekin bu portal вообще. Portal вообще qilingan. Portal imba вообще. Lavaga qarasanglar, lava вообще. Qanaqadir haqiqiy lavaga o'xshaydi bor. Atak dahshatmi? Tak. Ko'rayotganimiz portal вообще o'tdingmi? Вообще dahshat ko'rayotgan bo'lsanglar, tak. Kechasi qilib ko'ramiz. Wow, просто super. Oldin men bu shader qo'yib ko'rmaganman, lekin bunaqa imbaligini bilmaganman. Qaranglar. Dash galaktika ham ko'rinyapti. Dash qanaqadir yulduzlar bor. Lekin muzika bilan atmosfera вообще kayf. Hop, ertalab qilamiz. Atak ertalab ham yaxshi. Ertalab ham super ko'rinadi. Hop, endi portallarga kirib ko'ramiz. Mana bu portallar juda sal boshqacha ko'rinar ekan bu. Lekin bu lava haqiqiy lavaga o'xshaydi. Просто haqiqiy lava. Tutuli. Atak haqiqiy o'xshaydi mana. Просто imba dahshat. Yo'qali. Ketdi. Hop, endi Dragon portaliga kirib ko'ramiz. Ketdik. Tushunmadim. Wow. Просто imba. Kuroslam qora tuynik. Tash qora tuynik, qaranglar qanaqadir bulutlar. Qaranglar, dash tepaga chiqsanglarchi, bulut pastda qolib ketadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar qarang.
bulut haqiqiy yaxshilab tepaga chiqsa nimadir bo'ladi menimcha. Qanaqa kayf ham bu, вообще kayf, bilasizlar. Dahshat qora tuynukka qaranglar. Yurayotganga o'xshaydi, yulduzlarni вообще imba. Dahshat. Просто dahshat. Qaranglar, atrofini tushuni. Menga yoqdi, lekin bu shader juda yoqdi. Nimasi yoqdi? Qora tuynukliga yoqdi menga. Imba mana Dragon mana ko'rinadi. Mana qarang, soyalarni qaraydi, вообще ishlangan. Mana dahshat. Biz 5-oxirgi shaderimizga o'tamiz. Qani ketdik. Bu oxirgi shaderimiz BSL deb ataladi. Atak bu ham dahshat. Eng populyarnisi mana shu. BSL eng populyarnisi bu даже mikrovolnovkaga ham bu zo'r tushadi. Zo'r ishlaydi mikrovolnovkada ham. Bu даже chiroyli, bu даже mana partalar ko'rinadi. Suv. Bu suv qanaqadir ko'k rang, живой rang. Lavaga keladigan bo'lsa, lava bu обычный lava. Agar kechpayt qiladigan bo'lsa, kechpayt lekin normalniy chiroyli o'tdi ham. Kechpayt вообще easy o'tdi. Kechpayt zo'r lekin. Endi Dragon portalari ham ko'rinadi. Mana sal qanaqadir yursanglar, qanaqadir bug bor. Ertalab qilamiz. Atak zo'r. Endi portalga kirib ko'raman. Portallar. Tak. Bu yerda atmosferali bu ham zo'r. Kelishmaydi, chiqasiz bilan qolishmaydi ham. Atak вообще imba. Ketdik keyingi endi Dragon portaliga kirib ko'ramiz. Xo'p, endi Dragon portaliga kiramiz. Ketdik. Bu вообще tuman. Atak bu ham chiroyli, bu ham chiroyli atak. Bu ham chiroyli. Bu niyosoba unaqa javajli narsasi yo'q. Vajli narsasi faqat u tomonda, u narigi dunyoda eng vajli joylari. Qaytamiz orqaga. Sizlarga video yoqdi degan umiddaman. Qaysi shader yoqqan bo'lsa yozib qoldiringlar, kommentda kutib qolaman hammalarni. Bu shaderlarni xohlasanglar Telegram kanalimga qo'yishim mumkin, lekin hali Telegram kanalim ochilgani yo'q, lekin tez orada Telegram kanalim ochaman. Xohlasanglar har xil model ham obzor qilib chiqaman. Shaderlarni ham, faylini ham Telegram kanal ochganimda hammasini Telegram kanalimda olib boraman. Hammaga xayr, sizlar bilan fanga bo'lib ko'rishguncha.